Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani O'zbekiston Ofida joylashgan 873-875 sonli kontrlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerga makkajo'xori ekilgan. Maydon hajmi 11 gektar. Bu yerda ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqish holatida. Ekinlar yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 9 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1-2 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun barcha dehqon xo'jaliklari ishlab chiqarish kooperativiga biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 8 tonna, jami 88 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi yetishtirish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.